Akalar opalar, ish bor, kuniga 4800 rubldan yotoq joyi ham bor. Videomizni oxirigacha ko'ringlar. 5 xil ish bor. Beshalasini ham tushuntirib o'tiramiz. Beshalasini ham oyligi har xil. Juda ko'pchilik karaga shtambilyorga so'raydi. Kuniga 4800 rubldan shtambilyorchilarga ish bor. Keyin kompletovchilarga ish bor. Kompletovchi nima? Zakaz teradi. Ularniki 3900 rubldan kuniga. 3400 dan elektronni kara haydab, karani ustida teradigan обычный грузчикka 3400 dan kuniga. Elektronni karani hayda olmay qo'lda piyoda gruchchilik qilamansa 3100 rubldan kvartirasi, yotoq joyi bor, faqat kvartirasiga 1 oyga 1,5 rubl bosib qolinadi. Oyligi har 15 kunda bir beriladi. Bu Gorod Domodedovoda. Skalatda nima bor deydiganlarga, akalar opalar, bu skalat ichida stroymaga ketadigan narsalar bor. Yana ki stroyga nima ketadi? Shurupayor, bolgarka, instrument xullas. Agar kim kelamansa bu Gorod Domodedovoda faqatgina Moskva patent bilan olinadi. Bez patent olinmaydi. Ishga ofitsialni оформить qilinadi. Hammadagi Turdovoy dogovor, MVDdan spravka, hammasi ofitsialni bo'ladi. Hech qanday patentingiz yoki biror nimangiz kuyib qolmaydi bitga kelsangiz. Hozir bilasizlar, yangi qonun chiqqan, 2 oy ichida MVDdan qog'oz olib kelmasangiz, Turdovoy dogovor qilib, qog'oz olib kelmasangiz patentlar kuyib qolyapti. Bu skalatda hammasi ofitsialni оформить qilinadi. Kimga shu ish ma'qul bo'lsa, mana ekranda telefon nomeri qoldirdik. Videomizga bitta like bo'lib, Rossiyada yurgan do'stlaringizga tarqatib qo'yinglar. Biz juda ko'p ishlar chiqaramiz. Ko'rib turganlaringiz har doim ishlar chiqarib boramiz. Shu qo'llab-quvvatlasalaring har xil ishlarni chiqaramiz. Sizlardan bitta like, shu videomizni podelish qilib biron xil chiroyli kommentariy yozib ketish, biz yana ish chiqarishda davom etamiz. Bizga pul yoki biron nima uchun chiqarmaymiz. Samigalarni Rossiyada yurgan bekor akalarimiz ishsiz qolmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.